bu tan olish texnikasi. Ya'ni darsga kelamiz, biz raqsga tusha olmasak, qaysidir harakatni qila olamiz, tan olamiz. Ha, men raqsga tushishni bilmayman. Men buni tan olaman va shuni sababini qilish uchun keldim darsga. Men mana shu darsga nimanidir o'rganish uchun keldim. Tan olaman, bu yerdagi qizlar 1 oy 2 oydan beri shug'ullanishyapti va men albatta mana shu natijaga 1 oydan keyin erishaman degan pozitsiyada raqsga tushishni boshlash. Va dars oxirida men 1 soat oldin mana shu narsalarni qilishni bilmas edim. Mana 1 soatdan keyin mana shu narsani o'zlashtirdim degan bilimni o'zimizga, ya'ni ustanovkalarni o'zimizga kirgizsak, biz umuman tashqaridagi odamlar nima qilyapti, qanaqa fikrlaydi biz haqimizda umuman nima qilmaymiz va har doim ustozni chiroyli raqsga tushishi juda muhim, chunki biz andozani ustozdan olamiz va har safar o'shanga qarab bir qadam